Usta qarang. Baqa keng, tezroq keng. Bunaqa arzon narxlarda xalqqa ma'lumotini beraylik. Qadrdonlar ishlab chiqaruvchi akalarimizda xolasangiz mokriy svetda, xolasangiz jigarrang svetda, xolasangiz oq svetda bor ekan. Bu yerda standart razmerlarni ko'rib turibsizlar. Agarda sizlarga razmeri tushmay qolib, nostandart razmerda kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi 380 ming so'mdan 1 kvadrat. Uстановка dostavkasi alohida bo'ladi. Mana masalan, mana shu standart alyumin profildan yasalgan romimiz razmeri 1.60 ga 1.30, oynaga 2 qavat bo'ladi, germetika, ya'ni tellamaslik uchun hamma narsa qilingan. Shunimizning razmeri 5 ko'zli bo'ladigan bo'lsa 990 ming so'mdan ekan. Mana masalan, mana bu 3 ko'zimizni oladigan bo'lsak, 1.20 ga 1.60, bunimizning narxi qadrdonlar 880 ming so'mdan. Razmerlar ko'p, bir 30 xil standart razmerda bor, kelaverasizlar. Mabodo razmer tushmay qolsa, tayyorlashib berishadi 380 ming so'mdan. Mana bu standart eshiklarimiz qadrdonlar balandligi 2 metrgacha bo'lgan, eni 60, 70, 80, balandligi 170, 180, 190 gacha bo'lgani hammasi narxi bir xil, 730 ming so'mdan. Agarda sizga promogali kerak bo'ladigan bo'lsa, 880 ming so'mdan. Buni ham bir 10 xil razmerda bor qadrdonlar. Undan tashqari jigarranglarga keladigan bo'lsak, jigarranglarimiz standarti narxini aytib ketaman, nostandartlari 380 ming so'mdan. 1 kvadratini tayyorlashib berishadi. Razmeri 1.5 ga 1.5, oynaga 2 qavat. Narxi 1 million 50 ming so'm. 3 ko'zlarga keladigan bo'lsak 850 ming so'm qadrdonlar. Agarda sizlarga mana bunaqa fortichkani qo'shib beradigan bo'lsa 150 ming so'm qo'shilib qoladi. Qo'sh qanot promogasi bor. 1 million 330 ming so'mdan 15 xil razmerda bor. 2 metrgacha bo'lgan jigarrang eshiklarimiz 730 ming so'm. Promogasi borlar qadrdonlar 880 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu qo'sh qanotlarda aytib o'tib ketamiz. Qo'sh qanot tevada promoga bor, 15 xil razmerda bor qadrdonlar, narxi 1 million 330 ming so'mdan. Kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.